Assalomu alaykum. To'xtachi sababi? To'xtachi Hujjatlaringizni tekshirish maqsadida. Qoidabuzarlik alomatlari yo'q. Yo'q, qoidabuzarlik alomatlari yo'q. Hujjatlaringizni tekshirib Xo'p, Yaxshi savol berdilar ma'lumotlar haydovchi. ismingiz nima aka? Ha? Ismingiz nima? Ismim Hakimjon, familiyam Sotoldi. Xo'p. Siz bilan bo'layotgan muloqotimiz nima bo'lyapti? Ha? Nima bo'lyapti? Biz bilan bo'layotgan muloqotimiz bu degan nazorat ostida. 2008-yil 1-dekabr tasdiqlangan Vazirlar Mahkamasi 975-sonli qaror 2-bob 6-bandiga asosan o'zingizni to'liq tanishtirsangiz mumkinmi? To'liq tanishtirdim post. Namangan viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmati inspektori, safdormi, kichik serjant yo serjant yo katta serjant deb tanishtirsangiz bo'ladimi aka? To'liq tanishtirsangiz bo'ladimi? Namangan viloyati yo'l harakati xavfsizligi uchun safarbarlik guruhi inspektori Kisena Sotoldiyev. Sotoldiyev kim? Hakimjon. To'xtashim sababi hujjatlaringizni tekshirish maqsadida to'xtatdim. Muloqotimiz o'rtamizda bo'layotgan muloqot bu kamera nazorat ostida hurmatli haydovchi. Kelgusida, Tushunmadim. kelgusida Ha? to'liq aytaysizmi? Kelgusida siz bilan bo'layotgan muloqotimiz jarayonida noqonuniy xatti-harakatlaringiz bo'lgan taqdirda ushbu bodi kameramda qayd qilingan noqonuniy va hamda noo'rin xatti-harakatlar yuzasidan isbotlab beraman. Ushbu siz bilan bo'layotgan muloqotimiz bir-birimizga adovatimiz yo'qligi hamda muloqotimiz samimiy bo'lishini ta'minlamoqdaman deb xush muomalada bo'lsangiz bo'ladimi demoqchiman. Sizga hech qanaqa meni gapirdimmi aka? yo'q demoqchiman sizni. Aka bunday onasida Hop. syomka qilyapsiz. Hop, u ichki ishlar organi 8-moddasi bor aka, konstitutsiya bor aka. Har kim o'ziga axborot olish berish tarqatish huquqiga ega aka. Yoki ushbu kameralardan qandaydir e'tirozingiz bormi aka? Chunki sizda ham bo'lyapti aka. Mayli, men Yangi kelganmisiz aka? Yangi kelganmisiz? yo'q, gap yangi eskilikda emas. Yo'q, yangi xodimmisiz demoqchiman. Ha, tushuntiryapman, aytyapman. shu. Hujjatlarni taqdim qilasizmi? Taqdim qilaman, xizmat guvohnomangizni ko'raylik. Ko'krak nishon belgingiz qani aka? Ko'krak nishon belgingiz mana bekok turibdi aka. Ha? Bekok turibdi-yu. Nimaga unday bo'linmaydi aka? Mana uni sinib qoldi hozir. Endi mendan oldingi boshida ham to'xtatdingiz-ku. Agar unda sinib qolmagan-ku, siz xizmatga chiqishdan oldin to'laqonlik bilan o'zingizni ta'minlasangiz bo'lmaydimi demoqchiman. U sizni foydangiz, meni emas. Ko'krak nishon belgingizda raqamini ko'rib olay, jon aka. 0280. Na 0280. Ha, shu ko'rinib turish kerak-da aka. Bo'ldi. Xafa emasmisiz? Xafa emasmisiz? Yo'q, yo'q, hujjatni bering. Bo'ldi aka. Xizmat guvohnomangizni ko'raylik. Yo'q, yo'q. Namangan shahar Obod MF Navkar ko'cha 48-uyda yashayman aka. Xizmat guvohnomangizni ko'raylik aka. Xizmat guvohnomangizni. Mana uchastkani chaqiring, mana hududnikini. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi xizmat guvohnomasi. Kichik serjant Sotoldiyev Hakimjon Xotiljon o'g'li, yo'l harakati bo'limi inspektori. Boshqarma boshlig'i U Rahmonov. Amal qilish muddatini ko'rib olay. Amal qilish muddatini oxirigacha ko'rib olay. 2030-yil 21-iyulga qadar amal qiladi. Aka, shu savolim bor-da sizga. Men oldingi ko'rgan guvohnomalarimda mana pasport bor-ku. Pasportda 02-03-2023-yilda berilgan-ku. 01-03-2028-yilga qadar amal qiladi bu. Shunda amal qilish muddati kiritilmagan ekanmi? Yo siznikida ham kiritilmaganmi? Chunki avvalgilarda ko'rgandim-da. Nima deysiz Hozir bu amal bo'yicha? qilish muddati kiritilmabdimi? Yo'q, berilgan sana. Tushundingiz-a? Mana bunda berilgan sana bor. Lekin berilgan sana bunda yo'q ekan. Yo men ko'rmayapman. Boshqasida ham shunaqa edi. Yo'q, bizda amal qilish muddatini beradi-da. Ha, yo'q, anaqasini berilmaydi demoqchiman. Chiqmaydi. Bu berilgan sanani qo'ymaydi. Amal qilish muddatini. Chunki demoqchiman, pasportlarda ham haligi muddati bor, haligi bor deydi, bitta inspektor. Shunga so'ragan nima beradi? Asliga taniqli. Ha. Avtomototransport mototransportingizda texnik pasporti bor. Shuni bering. O'zingizning haydovchilik guvohnomangiz, shaxsiy tasdiqlovchi hujjat. Biometrik pasportmi, qizil pasportmi, Qashqadaryoga asosan aka. Vazirlar Mahkamasi 975-sonli qarori 6-bandiga asosan hujjatlaringizni kelib tekshirib qo'yaman. Yo'q. Biometrik pasport yo ID karta shaxsingiz tasdiqlovchi hujjat sizga qulaylik maqsadida ishlab chiqilgan aka. Shaxsingiz tasdiqlovchi hujjatni o'zini bersangiz bo'ldi. Asoschi aka. Ha? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Salomat bo'lsangiz? Sanjaning sog'mi? Nima bo'lyapti do'stim?
muloqotimiz samimiy hamda ochiq oydin, oshkora hamda bular bilan bo'layotgan suhbatimiz belgilangan tartib va qoidalarda bularni majburiyatlar va haydovchining ham huquq va majburiyatlari bo'ladi-ku. Oldin huquqlaridan foydalanyapman-da. Bemalol. Hech qanaqa tortishuv bo'lmayapti. Faqat muloqotimiz samimiy bo'lyapti, aka. Zo'r, aka, hammasi. Uzoqdan qara bir ko'p. Yo'q, zo'r, aka. Tortishuv bo'lyapti, bir nima. Yo'q, aka. Zo'r. Mayli, muammo yo'qmi? Ish qilib. Yaxshi. Yo'q, aka. Ha, bo'ldi. Aka, pasport berish kerakmi, nima berish kerak? Pasportingizni bering. Qaysi qarorga asosan? Vazirlar Mahkamasi 970 sonli qarori 6-bandiga. Yo'q, u faqat me'yor hujjatni tekshirish degan joyi O'sha bor. me'yoriy hujjatlar. Yo'q, biometrik pasportni berishda asos bo'ladi-ku. 2022-yildagi tekshiring, aka, tekshiring. 975 da yozmagan-ku, jon aka. Aniqlashmi bo'lgan haydovchi? Ha? Aniqlashmi? Nimasini? Ha, me'yoriy hujjatlaringizni aniq qilasiz. Yo, siz asos deyapmanmi? Qaysi qarorga asosan pasport deyapman. 975-sonli qaror 6-bandida yozilmagan u narsa, aka. Vazirlar Mahkamasining 2022-yildagi 172-sonli qarorida yozilgan amaldagi yo'l harakati qoidalarida hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 734-sonli qarorida yozilgan. Ya'ni, bilasizlar? Avtomototransport vositasini boshqarish uchun me'yoriy hujjatlaringiz, hurmatli haydovchi. Yo, sizga asos so'rayapman, aka, sizdan. Vazirlar Mahkamasi 970 qaroriga asosan so'rayapman, 6-bandida ko'rsatilgan. Ikkinchi bob 6-bandiga asosan pasport so'rayapsiz. Hurmatli haydovchi. Ismingiz nima? Ismim Hakimjon, familiyamni sotib oldik. Hakimjon aka, 975-sonli qaror 6-bobi siz asos qilyapsiz. Uchastkovoymi, nachalnikga Chaqiravering, aka, bemalol. Shuni asos qilyapsiz-a o'zi? Shunaqami? Ha? Ha, xuddi shunday. Bo'ldi, mana tekshiring, aka. Lekin siz ko'rsatayotgan asos noto'g'ri, aka. Ha. Malaka kim bo'ladi sizga? Malaka onamla biladilar. Ha? Onamla biladilar. Onangizda? Sug'urta polisidan ko'rsatib o'tilgan, onlayn bo'lgan u. Xo'sh. Adashmasam 890 nechinchi sonli qarorda ham ota-ona hamda aka-uka, opa-singillarga ishonch talab etilmaydi-ku. To'g'rimi? 53 Basaygan haydovchilik guvohnoma. Aha, 12.02.2021-yilda olingan. Mayli. Sizga o'qiyor, yaxshi yetgan. Hujjatlarda kamchilik yo'qmi, aka? Yo'q, yuravering. Siz bilan bo'lgan muloqotimiz audio, video orqali mana syomka qilib oldim. Hop. Kelgusida ommaviy axborot vositalarida yuritamiz. Balkim Yuzim tushmasin, ha? Hurmatli haydovchi. Nimaga? Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonun buzilmaydi. Siz bilan bo'lgan muloqotimizga videoga ishlov berilmaydi. Yuzimdan pastini tushiring. Nimaga? Balkim sizni yuzingiz bilan tushirib turib, Yo'q. inspektor muomala madaniyatiga hamda Qarang. Namanganda shunday yaxshi inspektorlar borligi yoki Olimjon, qarang. Olimjon emas, Ahmad. Dadomlar ismlari Olimjon, aka. Ahmadjon, qarang-da. Aha. Yuzimdan bu yog'ini tushirsangiz, Aha. masalan, insonning o'zini qadr-qimmati bor-ku. Yo'q, xizmat To'g'rimi? vakolatida siz ichki Yo'q, ishlar organ, siz qarang. xodimsiz. Men Fuqaro xodimman. emassiz. Yo'q, Men o'zim mana- ham olayaraman. Men xodimman. Hop. Tegishli tartibda xodimman, tegishli tartibda O'zbekiston Respublikasi fuqarosiman. Aka, buni Fuqarolik majburiyatim to'g'ri o'zimni himoya qilishim mumkin. Yo'q, mayli. Yuzimdan muammo pastini yo'q. qo'ysangiz mumkin. Sizga Hop. qattiq gapirdimmi? Yo'q, yuzingizdan tevasi bilan qo'ysam mumkin Yo'q, emasmi? yuzimdan bu yog'ini qo'ysangiz menga mumkin. Nimaga ag'iga mumkin Yo'q. emasmi? Yuzimni chiqarsangiz tegishli tartibda javob berasiz. Bo'ldi, aka, O'zimni tegis. fuqarolik Hakimjon akamda ismingiz aka? Ha, ismim Hakimjon. Men birinchi marta video olishim emas. Hop. Agar yuzingizdan tevasini ham chiqarganingiz uchun javobgarlik bo'ladigan bo'lsa, ochiqlik, shaffoflikni hamda konstitutsiyaning 33-moddasiga asosan adashmasam, ushbu axborot olishimdan maqsad nima bo'ladi? Ichki ishlar organi 8-moddasiga asosan ichki ishlar xizmat vakolatini ochiq oydin oshkora hamda sizlardan yuqori turuvchi sudlarda ham Hop.
Yo'q, kimi siz yo'q taqdim eshitib turing. qilishingiz mumkin. Yo'q, siz eshitib turing. Ma sudga Lekin- qatnashgan vaqtim, okey? Ommaviy axborot Monolog yo vositalari- dialog qilaylik-da. Voy Hakimjon aka. Hattoki sudlarda ham ochiq sud majlisida deb aytiladi. Ushbu inspektor bilmayman nimagadir muomala madaniyati yoki xizmat vakolati shunchalik ham kamchiliklar bormi? Va shunday holat Namangan viloyati Yangiqo'rg'onga ketish Zarkent oldi. 50 754 VSF VSF